Birinchi qism. Oshni izlash. Post. Avtori Misranim tor bekitidan Tayirjon Yusuf O'g'iz. Teği 30 yoshga kirmay turibla beshimdan nurg'ulg'an issiq sovuqlar o'tibdi. O'tib ketgan kunlarimni o'ylasam, o'zimni 30 yoshga kirmagan yigit emas, 100 yil yashagan qir boboylardek holsiz his qilaman. Kichik chog'larimda dadam davomli aroq ichib kirib, opamni urdiganligi hozirmi esimda. Onam har qitim dadamdan tayoq yeb bo'lgandan keyin singlim ikkimizni bag'riga besib, to'xtamay yig'laydi. Ba'zida bizni elib cho'ng dadamning uyiga yamanlab ketibmi qoladi. Lekin atsi dadamning maslikda yechilib kelib, qilgan yolvorishlarga chiday olmay, yana bizni elib o'zimizning uyiga qaytib keladi. Dadam opam qaytib kelib bir necha kungacha va'dasiga amal qilib, xeyli tuzalganda qiladi-yu, 2-3 kun o'tmayla yana o'zi bilgan salamga dasaydi. Bu balkim dadam yetim bo'lganlikdan yuqtirib olgan xo'ylar bo'lsa kerak. Biz har qitim cho'ng uyga kelgan chog'larimizda cho'ng onamning yuzidagi ko'klarga qarab, "Siz nemishqami shu yetimga qiz bergan bo'g'iydim? Kuyib dakining kuydirdi-ku qizim. Haq yetimga qiz bermanglar, pushaymon qilasizlar desa, dadang ishqonlar qajliq qildinglar. Ko'ygan kunlaring o'zangimi oz jinim qizim." deb buquldab yig'lab ketadi. O'zim kichik bo'lsam-mu, cho'ng onamning dadamni yetim deganligi, dadamning onamga o'xshash dadasi bilan opsi bo'lmaganligi bo'lsa kerak deb tushunatdim. Men 9 yoshga kirmay turibla cho'ng dadam bilan cho'ng opam orqa-orqadan tugab ketdi. Ular tugab ketgandan keyin dadam texi maddidan eshib, opamga qildigan zulmlari aslab eshishga boshladi. Dadamning uy bilan kori bo'lmasdan onamning haqning kiyimlarini tikib topgan ozg'ina pullarni tortib olib, ichib chekib, yana onamni urishlarga qarab, kichikkin yuragimda uningga nisbatan aytib tugatkisiz o'chmanliklar paydo bo'ladi. Hozirgideklar esimda turibdi. Bir kun dadam yana qilg'iliqni qilib kirib, onamni qattiq urdi. Onam bechorning og'izorlariga chidab bo'lolmay, dadamning pachiqiga eslib, opamni urgan qo'llarini qattiq tishladim. Dadam opamni urishdan to'xtab, "Vo haromzada, men qo'l yondirg'idek bo'ldingmi? O'lgin kepti-da sening." deginicha men qarab etildi. Dadamning qattiq tekkan bir necha tepkidan keyin urush to'xtab, to'limi illiq bir sezim vujudimga kirdi. Aslida onam badani bilan meni chin quchoqlab, dadamning tayoqlarini to'sadigan yepinchi bo'layotgan hikoya emasmi? Shu kuni kechicha onam singlim ikkimizni bag'riga bosguncha og'riq azobida ingrab, mishildab yig'lab chiqdi. Boshlarimni silab, "Balam, sen degan o'g'il bola. Haqiqiy erkakdek yashag'in. Hargiz dadangni to'g'rab qolmag'in. O'g'il bola degan ayol kishiga qo'l ko'tarmaydi. Ayollarga kuyinadi, qo'g'daydi. Ularni arziyatdan saqlaydi. Erkak demak ayollarning qalqini demakdir. Ayollar o'z erkaklari orqali yotlardan, issiq sovuqlardan, ichin ziyrinlikdan qo'g'dindi. Ayollarni xorlagan erlarni Allohmi kechiramaydi. Sen mening o'g'lim bo'lsang, kelgusida ayolni qo'g'daydigan, ojizlarga qalqon bo'la oladigan haqiqiy erkak bo'lib yetishkin. Menga va'da beralamsan, o'g'lim?" dedi. "Xotirjam bo'l ona. Men cho'ng bo'lganda dadamni urib, sening o'chingni cho'qim ap berman." "Ha? Nima deyapsan, o'g'lim? Sen ota-onasiga qo'l ko'taradigan noahli bo'lmoqchimi?" Opam mening go'daklarcha aytilgan so'zlarimni anglagandan keyin qattiq annikib ketdi. "Bilamsan, balam. Ota-onasi ming aski bo'lsa-mu, farzand degan ota-onasiga qo'l ko'tarmaydi. Ota-onasini xorlagan farzandni o'xshashla Alloh kechiramaydi. Mendan keyin qolsang, dadangning holidan yaxshi xabar olishga va'da bergin. Ona rozi, Xudo rozi. O'g'lim, dadangni do'rma. Lekin uningga qarshi chiqma. Jinim balam, agar shunday qila olsang, men sendan u dunyo, bu dunyo rozi bo'laman balam." "Va'da beray ona. Cho'qim sen degandek erkak bo'lishga va'da berman." Onam mening va'damni anglagandan keyin xursand bo'lib, ulug' kichiktindi. Ondan xuddi meni qayta ko'rolmaydigandek bag'riga ching besib, chiroyimdagi tabassumlarga qayta qarab etgandan keyin peshonamga, mangzimga
to'ymay suyib chochlarimni purdi. Ertasi uyg'onib bir ishdan ansirgandek yenimga qaradim. Onam bilan singlim yo'q. O'yilni, bog'larni, etizlarni aqtirdim. Hech yerda yo'q. Qaytib kirganimda men o'qiyalig'idek ayirib yozilgan bir parcha xatning yostiqim tegiga bostirilganligini ko'rdim. O'g'lim Anvar, men ketdim. Sen topolmaydigan yiroq, to'lim yiroq bir joyga ketdim. Aslida sinimi ep ketay degan edim. Biroq dadamning yolg'iz qolishdan ansirib qoldim. Mening seni tashlab ketganimdan ma'yuslanib, onam meni yaxshi ko'rmaydi ekan deb o'ylayotgansan. Lekin undaq emas. Men seni singlimga o'xshashli yaxshi ko'raman, balam. Sana chidamayman. Biroq sen endi cho'ng bo'lding. Anangning ig'irini ko'tarishing, araqash dadamning holidan xabar olishing kerak. Menga bergan va'dalaring yelimi esingdimi? Men sening shunday qila oladiganligingga ishonaman. Kunlarning birida sen men deganda qila olsang, men cho'qim yaningga qaytib kelaman. O'zingni asrachinim balam. Dadamning holidan yaxshi xabar ol. Onamning xatlarini o'qib, yo'ngrab yig'lab ketdim. Biroq uni to'g'ri tushundim. Uning qarorini hurmat qildim. Ko'nglimning bir yerlarida onamning meni elib ketmaganligiga norozi bo'lsam-mu, biroq onamning bu azob dunyosidan xalos bo'lib, o'zini qutuldirganligiga qo'shilma bo'lardim. Onam ketgandan keyin dadam ko'p o'zgardi. Meni och to'q qo'ymaslik uchun ish tepib ishladi. Meni urmaydigan, tillamaydigan bo'ldi. Biroq jon bilan kirgan qo'y, jon bilan chiqdi degandek, eliq qo'yni zodil tashlay olmadi. Burun ichib kirgan chaqlarda onamni urib, ochiqini chiqargan bo'lsa, endilikda o'ngrab yig'liqincha. "O'ram, nemishqining tashlab ketsan? Men iflos, men nomussiz, seni urgan qo'llarim qurib ketsin." deb o'zi urdigan bo'lib oldi. Dadamning bu holiga qarab, uningga ichim og'rib qoladi. Onamning bir yerlarda dadamning pushaymonlarini, azoblarini ko'rib turayotganligiga ishonib, yenimizga qaytib kelishini yana umid qilardim. Biroq to'lim afsus. Onam shu ketgancha yenimizga qaytib mikanmadi. Ba'zida onamni bag'ir tosh ana deb ichimda tullab, unutib ketishga belni bog'laydim. Biroq uning burun ko'rgan kunlarini, men uchun qilganlarini o'ylaganimda, uningga bo'lgan o'tdek sig'inish qaytadan yuragimni qattiq mujaydi. Dadam onam ketgandan keyin qilganlariga haqiqatan ko'p pushaymon qildi, o'kindi. Yiliq qo'yi o'zgarmagan bo'lsa-mu, menga bekli kuyindi. Hatto meni deb qayta to'ymi qilmadi. Meni do'rab qolmasin deb meni oliy maktabga qadar o'qitmoqchi bo'lgan edi. Biroq men to'liq o'rta maktabda o'qiyotgan bir qahrton qish kechasida aroq ichib, ko'chada yetib qolib, to'nglab hayotidan ayrildi. Ash kunlarni menga unutmayman. Dadam kechichi uyga qaytib kirmadi. Sirtga chiqib izlab, hech yerdan topolmay, amalsiz uyga qaytib keldim. Ertasi etganda maktabga mangay deb turishimga, boshqalar dadamning muzlab ketgan jasadini daryo bo'yidan ilib kelganligini aytib, ko'tirib kelgan chig'ida oqshom daryo bo'yiga berib boqmaganligimga qattiq pushaymon qilib, o'zimni qotildek his qilib, qattiq azoblandim. Bir necha oygacha dadamni xuddi qaytib kelgandek his qilib, xuddi tush ko'rayotgandek xomushlik yurdim. Uningdan keyin dadamning qaytib kelmaydiganligiga ishonib, onamning meni izlab kelishini kutdim. Biroq u kelmadi. Boshqalar menga qarab, "Voy bechora, onasi tashlab ketdi, dadasini o'lib ketdi. Bu dunyoda tikandek yolg'iz qoldi-da" degan chog'larida onamga boshqacha o'ch bo'lib ketdim. Dadam o'lib ketib, 3 oydan keyin tag'am meni uyga akilib oldi. Biroq tag'amning ayoli bilan bolalari meni hech patirdigandek qilmaydi. Meni maktabdan chiqarib olgani yetmagandek, uyning eti zeriqning ishlariga selib, hadislar yetim deb haqorat qiladi. Bir qitim tag'amning cho'ng o'g'li meni yetim deb tilganda, "Men yetim emas, onam bor" deb javob yandusam, tag'amning ayoli yugurib kelib, "Qaysi onanken u? Dadamni tashlab boshqa erga tegib olgan buzuq xotinni onam degichi o'lib olsangchi" deb jaldaqshib ketdi. Meni onam undaq ayol emas, u boshqa erga tegib olmaydi. Yolg'on so'zlamang
deb boş kelmay varqirgan chig'imda u İşenmesen haqdan so'rab baq. Sen bu yerda g'olchilik qilganing bilan onang degan xotin Urumchida bir boyga xotin bo'lib huzur surayotidi. Dadangni o'ldirgan qotilmi shu? Onang tashlab ketmagan bo'lsa, dadang shu holga tushib qolamdi. Dadang o'lib ketyapsimi? Balam bor deb izlab qo'ymagan xotinni onam bor deb yurganini qara buning. deb yuzimga bir dastak soldi. Qattiq ichishayotgan yuzlarimni silg'inimcha, uydan chiqib ketganimcha ta qayta kirmadim. Bir necha kun medika ishlagandan keyin Urumchiga qarab yo'lga chiqdim. O'zimning Urumchiga nemishga chiqirganligini debmi beramasammi, biroq tog'amning ayolining aytganlarining rost yolg'onligini bilib beqish niyatim bakla kuchli edi. Agar uning aytganlari rost bo'lsa, onamning yuziga ikkinchi qaramaydim. Uning simasini qalbimdan chiqarib tashlab, menga unutib ketmoqchi edim. Biroq Mağın natunish bu yiroq shaharda bir qancha yil musofirlikda turmush kechirgan bo'lsam-mu, onamni topolmadim. Biroq o'zimga yarasha bir kichikkina chiqish yo'lini tepib, ko'nglimdagidek bir qiz bilan to'y qilib oldim. Mehray ismli bu qizni tunji qitim ko'rgan chig'imda, uning onamga o'xshash tabassumli chiroyi meni maftun qilib olgandi. Orqadan paypetek bo'lib, Aran deganda ko'ngil qasrining eshigini ochgan chig'imda İkimizning to'yi Mehrayning ota-onasining qattiq qarshiligiga uchradi. Ularning birdan-bir bahonasi yetimga qiz bermaymiz deb iborat edi. Mehray ikimizning irodasi kuchli bo'lganligi uchun oxir uning ota-onasini qoyil qilib, to'yimizga ma'qul keltirdik. 25 yoshli yigitlik mavsumida Mehray bilan to'y qilib, baxt qo'ynimga cho'mildim. Burunqi azobli hislarimni Mehrayning qalbimni egallash bilan bara so'slashga boshladi. Biroq beshimda o'tgan sarguzashtlarni anglagandan keyin men burunqidan necha yaqinlik muomala qildigan bo'ldi. Ikkimizning yangi qurib olgan oilamizmi shu qadar illiq, orom baxsh bir makonga aylandi. Biroq nemishqikin yaqindan buyon Mehrayda yuz berayotgan ba'zi bir o'zgarishlar mening gumonimni qo'zg'ab, qalbimda yeshilmaydigan bir tugunchini paydo qilishga boshladi. Uning mang tutgan pozitsiyasida hech qanday o'zgarish yo'q. Yana shunday yaqinlik. Biroq burunqidek ishda yonganda udum uyga qaytib kelmaydi. Tushlik tomoq vaqtida burunqidek mening qaytib kelishimni saqlamaylar. Suyimlikim, tomoqingizni issiq saqlash qaytisiga usib qo'ydim. O'zingiz epiyang, a? deb telefonimga uchur yo'llab qo'ydim. Biroq uningda yuz berayotgan bu o'zgarishlar ko'nglimda bir gumonni qo'zg'aydi. Biroq dilni ranjitmaslik uchun bevosita so'rab beqishga yana jur'at qilolmayman. Ba'zida o'zimcha o'ltirib, "Suyimlikim Mehray, sizga zodi nima ish bo'ldi?" deb pichirlab qo'yman. U qaytib kelgan chaqlarda nima ish kesh kelganligining sababini menga tushuntirib qo'yishini umid qilib, og'ziga shuncha talmirman. Biroq u yana hech qanday tushuncha bermasdan shirin shika gaplar bilan menga bir erkilib aytgandan keyin tamoq tutish qildi. Men bo'lsam o'z go'shimni o'zim yegidek bo'lib, televizorga qarab o'tirman. Bugun bu o'xshashla uyga qaytib kelib, Mehrayning qaytib kelishini saqladim. Uning burun qaytib kelgan vaqtidan 1 soat ortiq vaqt o'tib ketgan bo'lsa-mu, hech qaytib kelmayotganligini o'ylasam, jodudim qattiq o'rlab ketyapti. Qadrligim, men qaytib keldim. Bahuzur o'tirib ketibsiz-ku? Ayolim eshikni ochib kiribla bo'ynimga kira soldi. O'ltirdim, ashta huzur. Kayfiyatimni uningga chandurmasdan zo'rg'a tabassum qildim. Undaq bo'lsa yana birdan shundoq o'ltiring, a? Men kirib tomoqingizni tayyor qilay. Ayolim shunda deb qo'yib, oshxona uyiga kirib ketdi. U kirib ketishiga oldimdagi ustalga qo'yib qo'yilgan telefonga bir tal uchur keldi. Bu degan shaxsiy maxfiyatlikim jinim, siz ko'rsangiz bo'lmaydi. Ayolim qilayotgan ishni qo'yib, yugurib chiqib uchurni ko'rib beqish uchun qo'limga olgan telefonni qo'limdan tortib oldi. Mehrayning bu g'alati qilqidan nervam o'rlab, bir nimalan demoqchi bo'lib, og'zimni o'millab turishimga u qo'ldagi telefonga qarag'ach, oshxona uyiga kirib ketdi. Gadramash xiyollarga patqinimcha, o'zim yoqtiradigan kanaldagi futbol musobaqasini ko'rgach, ayolimga deydigan gaplarni taqlab,
uning tamoq etib bekor bo'lib yenimga chiqishini kutdim. To'g'ri. Endi bo'ldi qilaversam bo'lmaydi. U chiqqanda men bir tushuncha bermay baqsin qani. O'zim so'rayman. Javob bermaydigan bo'lsa, boshqa erlarga o'xshash ayvi ko'stiman. Voy mikroy deb qilmag'nim qolmasa, men yumshoqlashgan, nima qilsam gap qilmaydigan o'xshaydi deb qolgan chig'i. Xap to'xtabdi mikroy. Bugun mendan bir qutulib baqqani. Hamma ishni oydin qilib tushundirolmaydigan bo'lsang, rassa bir. Ya, uni ursam bo'lmaydi. Men onamga va'da bergan, ayol kishiga qo'l tekkizmayman degan. Uningsizmi u shunda ojiz tursa, mushu bozg'ondek yo'g'on qo'llarim bilan urg'an tayqimni qandarmi ko'taradisin? Ham menmi uni shu qadar yaxshi ko'radigan turib, bundaq nachar qiliq qildigan bo'lsam, o'zimning yurkiga urg'an bilan o'xshash qilgan bo'lmadi. Eng yaxshisi uning bilan chiroyli so'zlashay. Eng avval chiroyli qilib, "Mehroyjinim, meni yaxshi ko'rasiz?" deb so'rab boqay. Ishnamanki, u jazman albatta deb javob qaytardi. Andin men, "Undaqda sizni mangu oldimayman" degan va'dingiz esingizda bormi deb so'rayman. U cho'qim albatta deb javob berdi. U shunda deyishiga men ta'rimni turib, "Undaqda men rost gap qiling, yaqindan buyon nima ishlarni qilyapsiz?" deyman. "Ha, shunda qilay. Shunda qilib hamma ishlarni yepida yangsiz so'rab bilib olay." Anvar, tamoqingiz tayyor bo'ldi. Ayolimning o'r chiqib turgan suiqashni ko'tarib chiqish bilan xiyol yiplarim uzilib, urushga tayyorlanayotgan jangchidek o'zimni tuzilib, uningga qarab kulimsirab so'radim. "Sizmi tamoqingizni usib chiqingmi? Billa ishchimiz." "Oyyo, beshingiz piqirab qolmagandi. Har kuni billa tamoq yeyapmiz-ku." Mehroy shundoq deb qo'yib, usib qo'ygan tamoqini elib chiqib, yenimda o'ltirdi. "Qadrlikim, sizdan bir gapni so'ray." Oshdan bir qo'shiq ichib, shiraga qo'yib, eg'iz ochdim. "Allah, Anvar, tamoq vaqtida gap so'qishga bo'lmaydi, unutib qoldingizmi? Ishingiz ichib bo'lgandan keyin so'rasangizmi, kecha-kecha yiningizda men bir yerga qochib ketmayman-ku." Ayolimning kulib turib, ta'ni aralash qilgan so'zlarini anglab, qochini qaytadan qo'limga oldim. İçimde bo'shqina. Cho'qim bir gap bor. Yana gap tutinmoqchi. Bugun hargiz unutib qolmayman deb pichirladim. "Nima deb o'dirayapsiz? Osh bir qandoq bo'lib qoptimi ya?" "Yo'q, hech nima bo'lmabdi. Qiziqgan da'vatma." "Suiqashni qiziqishganga amroq edingiz-ku, bugun nima bo'ldi sizga?" "Hech nima. Shundoq o'xshagan suiqashmi og'zimga tetamay, balduroq bekor bo'lib, Mehroydan savol so'rashga aldirab, kanoylarimni kuydirib degidek bir chin suiqashni birdamdil ichib tugitib etdim. "Jenim Mehroy, sizdan bir gapni so'ray. Men rost gapdan bo'lamdi?" Taqazzolik bilan kutib o'ltirib, Mehroy qochisini yig'ishtirib chiqib, yenimga kelib o'ltirishig'la eg'iz ochdi. "Men sizga qachon yolg'on gap qilib baqqan, so'ranga qani, ajab mendan savol so'ragingiz kelib ketdi bugun." "Siz meni rostli yaxshi ko'ramsiz?" "Albatta." "Shundoq deyishingizni bilatdim. Sizning og'zingizni albatta degan so'z bilan ochqan-ku." Yana o'dirdim. "Nima dedingiz, jinim, aniq anglamadim-ku so'zingizni." Mehroy erkilab bo'ynimga isildi. "Meni zodi qanchalik yaxshi ko'rsiz?" Mushinchilik. Shu so'zdan keyinla ajoyib ishlar boshlanib ketdi. Tövbe, men nimda quruq gumonlarni qilib yuradigandim. U meni yaxshi ko'rmasa, menga bunchalar amroqlik qilib ketarmidi? 1-2 soatda nemish qilg'il bo'ladi. Nemishqa bunda quruq gumonlarni qilib yuradigandim. Tas qapdima o'zimga bo'y bermay, uning bilan urushib, inoq oilamni buzg'adi. Xizmatdoshlar bilan bir yerga borgandi yoki ish tugmay kechikib qolgandi. Agar men o'ylagandek ish bo'lsa, cho'qim men yolg'on yo'qdaq gaplar bilan bo'lsa-mu, tushundirish bergan bo'lardi. Ish bo'lmaganda ozroq o'duqish alomatlari ko'rilib, men tutgan pozitsiyasidami o'zgarish bo'lgan bo'lardi. Biroq yiliq uchurchi.
Yemişki mende yoşurduğanda. Toğra. Onun ata-anası ağaç sığınlar tutsa, ola bilen deyişilgan məxbi gaplar bardı belki. Men sel artıq oylab aldım mı qanda? Eğer kiş turib bunda uşaq işlarının mı sesqini elip yürsem, qandaq boladı? Bunda qilib yürsem, Mehray meni yetim boğaşqa, qeyrindaşlar ara münasibetini bilmeydiken deb qanmamdı. Demisin menin qeyrindaşlarım, ata-anam bulmağaşqa köp işlarni oylab bolanmaydı ekanman. Dadam qo'min tashlab ketdi. Anam bilan singlim hayot turib, nemishqa tepishmayotganmiz. Acaba anam rostila boy erga tegib, meni unutib ketganmidi? Xiyol yiplarim amdilikda Mehray temasidan anam bilan singlimga yo'tkilib, ko'nglim yerim bo'lib, ixtiyorsiz yig'lab tashladim. Anvar, yig'layapsizsiz? Mehray qo'llari bilan ko'zimdagi yoshlarni etdi. Yo'q, yig'lamadim. Her kishi turib, ayolimga ko'z yeshimni ko'rsatganligimdan nomus qilib, qasddan yolg'on so'zladim. Asligandim, ko'zim yashang'irab qopti. Ha, ko'nglingiz yerim bo'lsa mangidang. Men sizning ayolingiz, buningdan keyingi hayotingizdagi sirdishingiz. Bir-birimizning dardiga darmon bo'lamisak, yerim yerlarimizni butun qilamisak, egilgan yerlarimizni tuzlab qo'yamisak, biz qandoqmi umrlik arxutulardan bo'la olamiz? Sizdan o'tinay, bir-birimizni mangu yaxshi ko'ramiz, bir umr birga yashaymiz, dardimizga darmon bo'lib, bir umr sirdishib o'timiz degan va'dalarimizni unutqanman Anvar. Mendan kulkingizni, qayg'ingizni yashirmasligingizni umid qilaman. Mening siz bilan xushalliqdimi, qayg'u azobdimi, rahat farog'atdimi, jafo mushaqqatdimi birga bo'la oladigan umrlik arxotillardan bo'lg'imba. Meni noumid qo'ymasligingizni umid qilaman Anvar. Sizni pek yaxshi ko'raman jinim Mehray. Menmi xuddi siz o'ylagandek arzu qilaman. Mehrayning bu so'zlarini anglab, vujudimda uningga bo'lgan gumondan asar maqomladi. Undaqda menga deb bering-a, boya nimishqa yig'ladingiz? Sizdan hech ishni yo'shirg'il olmaydi. Onam bilan singlim yodimga kelib qoldi shu. Men shundaqmikin degandim, ko'nglingizni yerim qilmang, ularni hamon bir kuni topa olaysiz. Deganingizdek bo'la qadarlikim. Endi uxlayli, ishga boradigan gap dexe. Yaxshi shukurim. Sizni shu Әтісі әтіген орнымдан тұрып, намазны оқытып, раса ұқлап ойғансам, саат 10 болып кетіпті. Мехрай немеш ойғытып қоймағанды мені? Оптыла, бәрбір содыныңмы тайын yok болған декен, наштамны қылып етіп, көрішмеген бұрадарларым білен көрішіп, бүгінді арам қылып етейді. Шу қиялла білен yüz көзіні үйітіп, өйге шығып, Мехрай тайрайлап қойған наштылықның үстіге епілған дастықанны ашты. Bir varaq qog'ozga yo'g'on qilib 520 degan xat ko'zimga darhol Mehrayni o'moq qiyofatini akilib, vujudimni suyunishga cho'mdirdi. Mening ayolim bak o'moqchiman. Shundaq deb qo'yib, nashtliqni ishtoh bilan yeb, ishikni taqib, yaqin og'inam Farhodni izlab maqdi. Farhod men bilan bir yurtliq bo'lib, kichikimizdan birga o'ynab cho'ng bo'lgan yaqin og'inam. O Ürümchiga mendan bir necha yil burun kelgan bo'lib, mening bu shaharda jon boqib, yo'limni topqinimcha menga yardım tekkaydi. Adash, sening ko'ngil bo'ldi ekan, ha? Men tex to'y qilinib bizni unutib ketgan chig'i debdiman. Farhod meni ko'ribla tong so'zlarni yog'dirib etdi. Voy adash, seni unutib qolg'il bo'lamdi. Xotinning yo'li boshqa, og'inning boshqa. Unda xotinni netchisiga tang qilish qilib bo'lmaydi jimo seni. Ağzımdan şu gaplarni chiqarib atganda, xuddi Mehray gaplarimni anglab turayotgandek yuzlarim qizirib ketdi. Va bo'ldi qila adashi, yengam anglab qolsa davomlashtiqqanmigan yana. Farhod xuddi ko'nglimnikini bilib olgandekli qilgan bu so'zga nima deb javob berishni bilolmay qoldim. Bo'ldi adash, bugun men o'zimni dam olishga qo'yib etdim. Sen ishlaringni qo'y. Puxadan chiqqıcha bir o'ynaymiz bugun. Çatak yo'q. Taqdim bo'ldi hamsi do'konda. Farhod qilib atgan ishlarini qo'yib, ishni taqdi. Tushib o'qibdi, yuram savol. Tamoq yeb, andan qo'saqim to'qlaydi. Chaqchaqmi qilib qo'ydimi dash? Ayolim bilan qanday ketyapsan?
dedi Farhod biz yaqin atrofdagi bir oshxonaning ayrimxonasiga kirib tomoq bo'yitib o'tgandik. Bo'p qo'ydi. Yaxshi desakmi bo'ldi. Bo'p qo'ydi degan. Ish qilibsan bak yomonkansan jumodosh. Biz sendan burun o'rimchi kelibmi? O'rimchilik qizlar tugul, yavu qizlardan biranim yor qilib tutolmadi. Sen chiroyli yerli qizni ko'ydirib yurib, to'y qilib olding. Adash, siz anlaqmag'ina? Kamtarlik bilan o'zimni tutib so'z boshladim. Xudoyim ba'di deymiz uni. Xudoyim uchrashtirmiz, men izlagan bilan topalamdim. Adash, unimi dedik, bunimi dedik. Ayolim bak chiroyli. Uning ustiga xizmati bor. Ko'ndirib olg'ich sal hezi bo'lmasa olmaydimi? Ishqa opirib akilatamsan ya. Ansirma adash. Mikrayman bakli amraq degina. Man qilgan muomalim alomat yaxshi. Men uningga bakli ishim, ha. Ya adash bu deganing bo'lmadi. Sen qanchalik yaxshi texnikni bak andish qilsan oldu. Sen uqmaysan. Bizning yurtdan chiqqan Hoshim degan bir og'inimiz bo'lgan. Yurtda elib chiqqan guldek bir ayoli bor edi. Sizg'an chiqmaydi. Hoshim hamma odamga ayoldan maqtanib demagan birmi gap qolmagan. Yaqinda u yurtga berib kelmoqchi ayolni do'kon qo'yib ketib qopti. Kasa bir bolsi bor xotinni ko'p kunduzda boshqa bir er bilan bir uyda tutyapti. Bu xotin haq degan tutgan oshnasini yoshirish uchun bo'lsa-mu, erig'i g'iljanshib, bak muloyimlashib ketadigan gapkan. Nima deyapsan adash? Faradning so'zlari xuddi Mikrayga qartib aytilgandekla nervama tegdi. Sen Mikrayni nima ko'rib qolding? Voy adash, nima bo'lding? Men Mikrayni bir narsa deganim yo'q-ku. Faqat sen ehtiyot qil, deyapman shu. Demisam ayolingni ishga opirib akagining yaxshi. Bunda qilganing har jihatdan bexatarlikka foydasi bor. Va bo'ldi qila adash bo'ldi. Atayin ko'rshay deb kelsam, nimanda nalgi gaplarni qilgansa, nervamni o'ldirib, chidg'ichilikim qolmadi. Bo'ldi qila adash. Shundoq deblar o'rnimdan turib oldim. Shunchilikmi adash? Texi boylar unda ayoldan nechiga tanqilmayman. Oqilay davatmandan. Endi ishga yig'iz gap qila qilmay tursam, yuzimga tukirmoqchimansan? Faradning bu so'zlarini anglab, yuzim chimildigandek bo'lib, joyimda o'ltirilib, gapni boshqa yo'q. Qilishgan gaplarni, tartilgan tomoqlarni tetimay, buxodan chiqib o'ynaymiz deyishga og'inam bilan bir vaqt tomoqni tuzuk yeyishamay, turibli xo'shlashib, uyga qarab yo'lga chiqdim. Shu topda og'zimda Faradning so'ziga radiya berganim bilan ko'nglimda Mikrayga bo'lgan gumon qaytadan bir surib, ko'klab, baron qisalishib ketdi. Faradning deganlari o'g'ri. Uning sirti bir ish bo'lmasa, nemishqa men bunchalik yaqinlik muomala qildi. Yana nemishqa davomli bir savol so'ray desamni o'zini elib qochdi. Agar ishimizning oraliqida rostli uchinchi shaxs bo'lgan bo'lsa, uning oqshomgi so'zlarini nima deb tushunishim kerak. Bu ishni bugun zada aydin qilib o'tmasam bo'lmaydi. Bo'lmas bu gumonlar meni yeb ketadiganlar o'xshaydi. Biroq eg'iz ochqidek bir sabab yo'q paketim bo'lmasa, qandoq eg'iz ochaman? Xiyollar asra bo'lib, uy qandoq kelib qolganligimni bilmay qoldim. İkinci qism. Kashning kirishini taqozolik bilan saqlag'ash, kompyuterni qo'zg'atib, bir psixik to'g'riga chiqib, men bilan o'xshib ketadigan masalaga yo'liqqan biraylarning xotirasini qiziqish ichida o'qishga boshladim. Ayolimni bakli yaxshi ko'ratdim. Uning yaqinlik muomalasi ham men qilayotgan xushqo'yliqlarga qarab, uni cho'qib menga o'xshashni yaxshi ko'rdi, o'ylaydim. Uning go'zalligi, mijoz xulqining muloyimligi bilan o'zimni dunyodagi eng baxtli bir inson deb faxrlandim. Uningga qilgan qasamlari, shirin shekar va'dalar bilan ko'nglimni suygimizning mangulik ekanligini davomli bildirib turadi. Uningga ishondim. Yuragimni emas, borlig'imni qo'shib, uningga tasadduq qilib etganligim uchun o'zimni uningsiz tasavvur qila olmaydim. Ikkimizning hayotidan oxirida bo'lgan bir jup qo'zlarimizni pak muhabbatimizning shirin mevasida qattiq qadrlaydim. Afsus. Oqibatda o'ylab beqishim jur'at qilolmog'idek oqibat yuz berdi.
Bir kun ayolim men xushxo'ylik bilan suyib turib, erkilab, ichkizib qo'ygan bir qach tamlik suqashni ichib, men nemish bo'lganligini, ajalning qaysi tarafdan, nima sababdan kelganligini bilmay turib, u dunyoga safar qilgan tasla qoldim. O'shimga kelganda bildimki, men chin qalbimda suyadigan birdan-bir oshiqim hisoblangan ayolim mendan yo'shirib kelgan uzun yo'llik oshnasi bilan birga bo'lib, mening mol dunyolimni yutitish uchun meni zaharladi. Bu reallikni qanday qabul qildim kelsin? Bu hikoyalarga qanday ishondim kelsin? Biroq mening doktorxonada yotganligim haqiqat edi. Agar 10 yoshga kirmagan farzandim mening qiynalib ko'rib, yugurib chiqib qo'shnilarga yetkazib qo'ymagan bo'lsa, allaqachon u dunyoga safar qilib bo'ldiganligim, ayolimning shu qiliqlari uchun hozir qonunning so'roqini qabul qilayotganligi haqidagi bu hikoyalarni meni bir qitim aldab boqmagan qadrdonlarimdan anglagan edim. Nihoyat qo'rqinchli tush kabi hayotida paydo bo'lgan bu realliklarni qattiq qayg'u asrab, pushaymon ichida asta-asta qabul qilishga boshladim. Har bir qitim qabul qilgan chig'imda bir qitim o'lganda qattiq bo'lganadi. Ayolimning go'zal chiroyi tushlarimda olvastining simosidek paydo bo'lib, jinimni olmoqchi bo'ladi. Har qitim uning bilan birga o'tgan kunlar tushlarimga kirgan chog'larda uningga menga bevafolik qilmaslik uchun davomli yolvoratdim. Uyg'onganda bo'lsa, uning yerginishlik chiroyining tushimda paydo bo'lib, o'tgan kunlarni unutishimga to'sonlik bo'layotganligidan zararlandim. Hayotlik yiplarimga bog'langan har bir insonni uchratganimda o'zimni ularning oldidagi eng past insonga qiyos qilib, nomus qilib, hamma kishidan o'zimni qochiratdim. Ba'zi kishilar menga ich og'risa, ba'zi kishilar soymaxon degan so'zlarni qilishib, yurak yaramni tatlaydi. Oxiri bu azoblarga bardoshlik berib bo'lolmay, mening narimni yaratmay, boshqalarni topganligini, menga nima uchun sotqinlik qilganligini, nima uchun meni oldiganligini so'rab beqish uchun ayolim yotgan turmaga uning bilan ko'rishga bordim. Necha qitim rad qilinib yurib, oxiri bu razil ayol bilan ko'rishishga muyassar bo'ldim. Uning men bilan ko'rishni rad qilganligining sababini ozroq bo'lsa-mu vijdon azobi tortganligi ham qilgan noahilliklarga pushaymon qilayotganligi sababli deb qiyos qilgan edim. Nima ish qilding? Sendan yirginaman. Sen bilan behuda o'tkazgan hayotimga echinaman. Sen nima ishga o'lib ketmaysan? Meni bolalarimdan ayırding, borliqimdan ayırding. Men sana o'sh. Sen bilan ko'rishmay degandim. Biroq sana bir ig'iz gapni deb qo'yay dedim. Bu bolalarning ishkilisi sening emas. Senda bola topolg'idek iqtidoring yo'q. Saqlab tur. Aşkım ishkimiz turmadan chiqqandan keyin bolalarimizni yiningdan ep ketib, baxtli turmush kechiramiz. Biroq uning bu so'zlarini anglagandan keyin uning bilan ko'rishganligimga bakli pushaymon qildi. Qalbimni o'rtayotgan azoblarga, tog'lardek, osmonlardek, dengizlardek cheksiz azob qo'shilib, ich bag'rimni qon qilib o'rtashga boshladi. Endi qanday qilishim kerak? 10 yildan buyon farzandim deb mehrimni bergan bu bolalarga endi mehrimni qanday berishim kerak? Ulardan qanday ayrilishim kerak? Shu xiyollar bilan dunyodagi birdan-bir yo'lanch kun sirdishim bo'lgan onamga bolalarimni doktorxonaga elib berib tekshirtib beqish to'g'riliq maslahat soldim. Sen neymi ish qilmoqchi? Shu xotinning so'zlariga ishinib, sening jiningni qutuldirib olgan, 10 yildan buyon mehring bilan o'stirgan, seni jinidanmi aziz ko'radigan, onasining qilganlari uchun kelgusi qor bo'layotgan shu farzandlaringning taqdirini endilikda o'z qo'ling bilan vayron qilmoqchiman. Yetar endi. U buzuq xotinning so'zlariga ishonganlaring mushinchilik bo'lsa yetar. Endi o'zingga ishon, menga ishon. Bolalarning o'z pushtingdan bo'lganligiga ishon. Sen er bo'lishdan mahrum qilingan bo'lsang-mu, layoqatli dada bo'lishdan mahrum qilinganing yo'q. Endi o'zingni qo'lingga ol. O'tgan ishlarni unut balam. Ikki farzanding uchun, ularning kelgusi uchun erdek, shirdak yasha. Onamning bu so'zlari bilan qaytadan g'ayratga kelib, bolalarim uchun qaddimni tik tutib yashayapman. Mening endi qaytadan muhabbatga erishib, bir ayol bilan turmush qurolligidek ishonchim yo'q. Lekin farzandlarimni layoqatlik, yaramli qilib tarbiyalaydigan kuyimchan dada bo'lishga yetib oshqidek irodam bor, ham cho'qim shunday qilaman.
Hikoya mana mushu yerda tugadi. Hikoyani qattiq jiddiy kayfiyatda o'qib tugatgandan keyin Mehroyning chiroyi xuddi mazkur hikoyadagi bosh personajdek yovuz bo'lib ko'z oldimda ko'rindi. Agar bu to'rdashning beshiga kelgan kunlar mening beshimga kelib qolsa, ya, men uningdek yashamasligim mumkin. Eng yaxshisi hamma ishlarni aniqlab, vaqtida bir taraf qilishni tekilib, soatga qaradim. Mehroyning burun ishdan tushib, qaytib keladigan vaqt bo'lib qolgan edi. To'g'ri. İdarasiga boray, qanday qildi ekan? Xat to'xtatdi Mehroy. İdarangga berib, qanday vaqtda ishdan tushadiganligini bir bilay. Agar idorang yo'q bo'lib qolsa, ko'rdining bor bugun. Shundaqda o'z-o'zimga so'zlaganimcha mashina to'sib, Mehroyning idorasiga qarab yo'lga chiqdim. Oldirgan nada desa, oldirmaganning keynida degandek, men oldirgan siri oldimizdagi qizil chiroqlar ko'payib ketyapti. Qizil chiroqlarning tezroq o'tib ketishini saqlab, sanoq-sanoq Mehroyning idorasiga borgandagi ahvollarni o'ylab, xiyolga patmoqdiman. Mana Mehroyning idorasiga keldim. U idorasining xizmatdoshlaridan uning allaqachon ishdan tushib bo'lib, uyga qaytib ketganligini anglab, qattiq achchiqdan nervlarim chinqilib og'rimoqda. Qanday qilishimni bilmay, kelgan yo'lim bilan qaytib kelib, Mehroyning uyida bor yo'qligiga qarab beqish uchun oldirmoqdiman. Uyga keldim. Biroq Mehroyga qaytib kelmagan. Xat to'xtatdi Mehroy. Soatga qarayman. Avtobus bilan kelsangmi, kechikkandim yana 20 minut kelib bo'lalaysan. Yarim soatli saqlayman. Kelmaydigan bo'lsang, jidalning yo'g'ini ko'rsatdim. O'zimga so'zlagach, Mehroyni saqlayotdim. 1 soat o'tib ketdi. Mehroy yo'q. O'z go'shimni o'zim yegidek bo'lib, 2 soatni o'tkazgandan keyin Mehroy qaytib keldi. Bu buzuq. Hech nima demasdan Mehroyning kochitiga bir tasdik soldi. Nemish qilding bugun? Hamma ishning rostini deysan, bo'lmasa mendan hargiz qochib qutulmaysan. Adishoy, degan joyinglarga keldi, tushamsizlar ya? Shopirning keyniga qarab, qo'pollik bilan degan so'zlardan keyin o'shimni tepib, mashinaning derisidan ko'rinib turgan Mehroyning idorasining darvozasini ko'rib, qattiq cho'chib, tushlarimdan uyg'onib, kira haqqini berib o'tgandan keyin mashinadan tushib, usti boshlarimni birar qo'l tuzashtirib o'tgandan keyin to'y qilishning oldin har kundagidek Mehroyni olg'a kelgan man intayin tonish eliq ishxona binosi tarafga qarab mangdi. Ishxona binosiga yaqinlashgan sari put-qo'lim bo'shib, badanim sovuq targa cho'milib, qattiq jiddiylashib, vujudimni titirtdi. Allohim, mushkullarimni oson qilg'aysan. Mehroyning ishxonasining oldiga kelgandan keyin shundoq deb o'zimga madad berib o'tgandan keyin ishni chekdim. Biroq xili uzoq chekkan bo'lsam-mu, ishni ochadigan biror odam chiqmadi. Ha, Mehroy, endi tutildingmi? Men biletdim zodi. Mo'shundaqligim isit. Anvarjon aka, Mehroy odamni izlab kelganmidingiz? Jon achchiqimda og'zimdan chiqayotgan so'zlarga agishib, peshonimdan eqiyotgan sovuq terga qo'shilib eqiyotgan yoshlarim Mehroyning ishxonasini tozalash uchun kelayotgan tozliqchi qizning so'zlari bilan mangzimga kelib to'xtab qoldi. Yoshlarimni qanday yo'shirishni bilmay, yuzlarimni olqon bilan yepib, peshonimdagi terlar bilan qo'shib aytayotgandan keyin so'ng bugun ishni balduroq yiqqan. Shunga Mehroy bilan birga qaytay deb telefon qilsam, uzanmag'aydi. Shunga Odulla ishxonasiga ketdimi? Qarg'anda Mehroy qaytib bo'lgan o'xshaydi. Menmi qaytay? Qizga shundoq deb tushundirgandan keyin ichimda, "Ha, Mehroy, sen o'ynab yursang, ayibingni men yeyapman. Haqqi qandoqmi xotinim uyga vaqtida kelmaydi. Shunga qanday vaqtda ishdan tushadiganligini so'rab baqay deb kelgandim, degil bo'lsin." deb pichirlagandan keyin qaytishga tamshandim. Mehroy acamla bayat dexe yig'iniga kirib ketgan, shunga telefonni etib olgan o'xshaydi. Men ishxonasini echib beray, o'ltirib saqlab turamsiz. Qizdan qasdanga o'zimni qochirib, sirtga chiqib ketishga oldirab, olgan qadamlarim tuyuqsiz aytilgan bu so'zlar bilan tangla to'xtab, qalbimni qoplab olgan qorong'ulik, bulutliq osmondan keyin parlagan
quyoshtakli yo'rib ketdi. Bo'ladi singlim. Siz ishxonni tozalag'ili ketayotganmidingiz? Boyiq tushkun holimni o'zgartib, qizga tabassum bilan qarag'ach shundoq dedi. Shu topda qizning aytgan bu xush xabari uchun yanchiqimda novat bo'lsa og'ziga lokkida sap qo'yib keladi. Siz Mehray achamga bahli kuyunisizmi, Anvar aka? Qiz ishxonning eshigini ochgach, menga shundoq deb g'alati bir xil qarab qo'ydi. Undoq degili bo'lmaydi. Singlim, Mehray achingizni pek yaxshi. Er-xotin degan bir-biriga kuyunib yashmasa, turmush deganning yana qandoq lazzat bo'lmoqchidi. Dedim men ishxonaga kirgach, qizning havaslanib aytgan bu so'zlarga faxrlangandek talaffuzda javob qaytardi. O'g'u shu, biroq Alloh ham qiz yigitlarga sizlardek juftlarni yoritib bermaydi ekan-da. Qiz pokiz turgan ishxonni supurgach, shundoq deb o'xsinib qo'ydi. Singlim, siz kichikkin turib, nemishqa bundoq o'xsinib ketasiz? Biror dardingiz bormi nima? Siz tek kichik, umidingizni uzmang. Mendan natijasi yaxshi yigitni tepib, to'y qila olgansiz ish nima? Bizlarga undaq talay nisib bo'lmaydi ekan, Anvar aka. Men degan bir sahroliq, ham tuzib o'qimagan, 17 yoshimda bu shaharga kelib ishlamchi bo'lib ekanman. Mana hozir 19 ga kirib eshibdiman. Biroq mushu vaqtcha kursiqida ozroq umujiba, turmushga ilmiy qaraydigan biror yigitni uchratib baxmabdiman. Men uchraydiganlarning hammasi degdek maktabda tuzukmi o'qimagan, ishqa havasini er-xotinchilik ham turmushning lazzati deb biladigan go'mishlar. Sizdek ayoliga kuyunadigan, turmushning lazzatini har tarafdan his qildira oladigan erlar Mehray achamdek chiroyli ham oliy ma'lumotlardan bizga oshmaydi ekan. Qaraganda konularning xili bilan juplashar degani rost o'xshaydi. Singlim, bu nima deganingiz? Qizning bu so'zlarini anglab, uningga yo ich og'irtishni, yo kichikkin turib hasad aralashtirib aytayotgan so'zlarga ochiq qilinishni bilinmay so'z boshladim. Guldek ruxsoringizdir, undaq umidingizni uzatsangiz qanday bo'ldi? Sizga desam, sizda bir taraflama qarash bor ekan. Men sizga ham siz uchratgan shu yigitlarga o'xshash shu sahrada cho'ng bo'lgan. To'liq o'ttirnimi tuzuk o'qiyanmagan. Uning ustiga tehi ota-onasim yo'q, bir qari yetimman. Biroq Mehray achingiz meni saraliq demidi, yetim demidi. Men bilan to'y qildi. Sizning turmush qarshingizda intayin bir taraflamlik bor ekan. Men kesib aytalaymanki, siz qalbingizni ichib, haqiqiy muhabbatingizni berishni xohlasangizlar, siz uchratgan, ammo yaratmay rad qilib atgan shu saraliq yigitlar, siz uchirtishni umid qilayotgan, ammo uchirta olmayotgan shu shaharlik yigitlardanmi natijasi baxtini sizga his qildiradi. Turmushning lazzati rohat farog'atda emas, balki jafo mushaqqat ichidami mehr muhabbatni his qilib yashashdir. Mana emasmi Anvar aka, sizning qilgan gaplaringizmi boshqacha. Men uchratgan u yigitlar bundoq gaplarni qilish o'yinda tursin, bu gaplarning ma'nosini tushunmaydi emasmi? Sadi mening deganlarim o'rinliqchimi? Tova ma qizni. Qaysi qizni da'vatsiz? Qizga nima deb tushuntirishni bilolmay turishimga Mehray eshikdan kirib keldi. Aliyadan ranjib qolmagansiz Anvar, u bak yaxshi qizchimi? Ham siliq, ham sipoya, ham muloyim. Shundaqki. Aliya degan bu qiz bilan bir ishxonada o'ltirib paranglashib ketganligimning Mehrayni boshqa xiyollarga boshlab qo'yishidan andish qilib, gapni boshqa yoqqa burib oldim. Siz bilan birga qaytay deb kelsam yo'qkansiz. Ketay deb turishimga bu qiz uchrab qilib, ishxonangizda o'ltirib turishimni aytqaydi. Shunga yaxshi qilibsiz. Men dedim-ku Aliya yaxshi qiz deb. Mehray shundoq deb qiz bilan ikkimizga qarab kulib qo'ydi. Uning bu qarashlaridan boshqa tushunib qoldimi nima deb o'ylab, yana qanday tushuntirishni bilmay, og'zimni echib o'tirib qoldim. Mehray bu shundoq ish. Bu yuring amsa uyga qaytaylik. Mehray shundoq deb mening qizirib ketgan yuzlarimga qarab, baraq qilib birini kulib etgandan keyin chiroylari meninkidan bak qizirib, tirnoqdatlab turgan tasliq chiqarib qizga qarab, "Singlim biz ketdik, jafo chekadigan bo'ldingiz." Davetib qo'llarini qo'ltiqimni o'tkazdi.
Mehroyning men to'g'ri tushunganligidan mamnun bo'lib, uning bilan qo'ltiqlashganimcha ko'tarangi kayfiyatda uyga qarab yo'lga chiqdim. Mashina to'sib ketamdoq suyimli xotin. Yo'q, menib ketimiz qadrlik erim. Mehroyning erim degan so'zlari quloqlarimga boshqacha yaqinlik anglanib ketib, uni teximni ching qo'ltiqlab oldim. Ha qarawatamni nima bizga? Qarisi qarmamdu havaslanib qaravatqanda tayinliq. Mehroyni tutaman deb berib, o'zim tutilib qoldim tas qolganligimga, ham og'inimning so'ziga ishinib, Mehroydan o'rinsiz gumon qilganimga xijil bo'lib, bir necha kunni o'tkazdim. Bu bir qancha kun jarayonida Mehroyning qalbida do'q paydo bo'lib qolmaslik uchun burunqidan illiq muomala qilib, qalbimni iltishga erishdim. Oradan 3-4 kun o'tib ketdi. Bugun yakshanba. Mening tushdan keyin yarim kun o'zimni dam ilib qo'yib beradigan bir kunim bor. Bugungi dam ilishimda nima ish qilishim kerak? Og'inlarim bilan ko'rishib kelaymi? Bo'ldilar. U xalqning qo'rq gapini anglab, yana Mehroydan qo'rq gumonlanib yurmay. To'g'ri. Mehroyning idorasiga boray. U bu shanba yakshanbada oldimizda keladigan bayramga qo'shib, qo'yib beriladigan bir necha kun uchun uda qo'shimcha ishlaydiganligini aytqaydi. Shu xiyollar bilan yanfonni qo'limga oldim. Ay bo'ldilar. Telefon qilmayli boraychi. O'tgangidek tuyuqsizlik xo'sh qilyapmaymanmi? Yanfonimni yanchiqimga selvatgandan keyin soatga qarab, texi vaqtning baldirligini his qilib, mashina to'smay piyoda berishni qaror qilib, asta qadamlar bilan Mehroyning idorasi tarafga qarab yo'l oldim. Mehroy mening kelganligimni ko'rsa, cho'qim xushal bo'lib, men erkilab ketadigan bo'ldi-da. Asta ilingan qadamlarimga ergishib, xiyollarim, yiplarim Mehroyga qarab tutashmoqda edi. Uning bilan to'y qilishdan avval o'tkazgan shirin daqiqalar, uning qaysi kun idorasidan birga qaytgan chig'imizdagi omoq qiliqlar ko'z oldimga kelib, qalbimni boshqa suyundirdi. Menga shundoq omoq qalayda turgan Mehroy. Men seni hargiz yig'latmayman. O'z-o'zimga shundoq deb pichirlagandan keyin kichik vaqtimdagi unutilmas dog'lar bir-birlab ko'z oldimga kelishga boshladi. Dadam rahmatlikning onamga urishdi. Onamning og'izlarini meni bag'riga besib suyishlari, chachlarimni purashlari. O'g'lim deb yiqimliq atgandagi mehribon simosi ko'z oldimda paydo bo'lib, qalbimni achchiq bir xil azobli sezim qildi. Ana, jinim ana, nemishqa, zodi nemishqa meni buncha uzun tashlaysiz? Nemishqa to'yimda bo'lsin turib berib, onliq majburiyatingizni ado qilmaysiz? Dunyolikdagi birdan bir qarindishim bo'lgan omoq singlimning aka degan yiqimliq ovozini anglab, o'zimning bu dunyoda yolg'iz emasligimni his qilib, umidga, ishonchga erishib qo'ymaysiz. Bir qitim bag'ringizga beshimni qo'yib olsam, rozi edim-g'o. O'g'lim degan ovozingizni yana anglab olsam, yuragim yerilib ketamidi. Chiroyingizni yana bir qitim ko'rib olsam, sizdan bu dunyo rozi bo'lar edim. Mayli men tashlab etgan bo'lib, mayli boshqa erga tekkan bo'lib, sizni chin dilimdan kechirib etdim emas. Acaba siz rostla boshqalar aytgandek, boshqa bolalarni tug'ib, mendek bir yetim o'g'lingizni unutilib qolgansizmi? Achchiq xiyollar bilan Mehroyning idorasidan olib kelib qolganligimni men to'ymay qoldim. Yo'lning qarshi tarafida turib, idorasining darvozasidan chiqib, men tarafga qarab kelayotgan Mehroyga qarab, qo'llarimni pulandim. Mehroy meni ko'rdi. Yenimga qarab kelyotdi deb o'ylaydi. Biroq u cho'ng yo'lga chiqibla, mendan xeli cho'ng yoshdagi bir araydigan qop-qora bir mashinaga chiqib yurib ketdi. Mehroyga qarab pulanayotgan qo'llarim havoda laylab, uning ismini chaqirish uchun tamshalgan og'zim echilib qoldi. Mehroy, bu nima qilganing? Ushtum tutilib ko'z oldimda bo'layotgan bu reallikni qanday qabul qilishni bilmay qattiq vaqirdi. Tuyuqsiz qilgan bu ishimdan hayron bo'lgan atrofdagi odamlar menga xuddi bir ro'y kasalga qarashgandek g'alati nazar bilan qarashib ketdi. Shu topda ularning qarashlaridan xijil bo'lib, bu yerdan tezroq ketishga tamshalganligimdan
Özümning texi normalligimni his qilib tursammi, ko'z oldimda yuz bergan bu xil reallikni qabul qilgandan ko'ra, ro'y kasal bo'lib, hammani unutib ketishni bakrak orzu qilardim. Qo'limga telefonni olib, mikrofonning nomerini bosdim. Lekin uningga og'zimni yerib, biror ig'iz gap qilishni g'ururimga qilmagan haqoratda bes qilib, telefonimni yana yanchiqimga selib, qattiq siqilayotgan yuragimga qandoq erkinlik berishni bilolmay, qadamlarimga agishib, oldimga qarab mangdim. Ruhi tendan chiqib ketgan insondek putum talgan, beshim qo'ygan tarafga qarab ketyapman. Ko'z oldimdan mehray ishkimiz tunishgandan tortib, yuz bergan barliq ishlar kino lensdek bir-birlab o'tmoqda. Men texi yangi Urumchi kelib, biror ishning peshin tutolmay, qariqish ish qilib, tangirqab yurgan vaqtlarda Urumchida shopirlik kenski selib, boshqalarning mashinasini haydab, turmushi xilli yaxshilangan bir og'inamning yo'l ko'rsatish bilan ma'lum shopirlik maktabiga tizimga oltirib, 20 yildan ortiq o'qish ham imtihonlarni tamomlab, oxir shopirlik birovini qo'limga ilib, bir taksi shirkatining mashinasini o'ddiga ilib haydadim. Boshqalar 30-40 ming yuan zakolat haqqi topshirib, aran qo'liga ola oladigan kira mashinasini shirkat xo'jayinlarining e'tibori bilan bir mo'chansiz ega bo'lganligimdan shodlanib, kayfim chog' holda xizmatga chiqish oldiga chog'larim edi. Urumchining qahridan so'g'i jondan o'tib, burundan eqib tushib, yerga tushmay turib muzlab bo'lgan sahar vaqti. Ijara o'tirayotgan qo'radan mashinamni haydab, cho'ng yo'lga chiqib ketyapsam, bir qiz mashinamni to'sdi. Davang gapirib qo'yamsiz? Bo'ladi. Chiqing hamsa. Davanga qaysi yo'l bilan qandoq mengishni bilmasammi, xizmatga chiqqan tunji kundagi tunji mehmonni rad qilishga ko'nglim unmay, qizni mashinaga chiqardim. Bu mening tunji kun xizmatga chiqishim. Davanni bilaman, lekin qaysi yo'l bilan mengishni bilmay ekanman. Siz menga yo'l boshlab bering bo'lamdi? Bo'ladi, siz biladigan yergacha men keyin bilmaydigan yerlaringizni men deb beraman. Siz Urumchiga qayerdan keldingiz? Qizning boshqa Urumchilik qizlarga o'xshamaydigan muloyim talaffuzga qarab, uningga qaytadan sep soldim. Urumchiga yangi kelgan vaqtlarimda Urumchilik qizlarning emas, hatto o'g'illarning bizdek janubdan kelganliklarini oltishalik deb yaratmaydiganligini do'stlarimda anglaydim. Shu sababdanmi Urumchi kelgandan keyin onamning simosiga o'xshaydiganlardan boshqa biror ayol zotiga sapsilib qarab boqmagaydim. Qizning inchik qoshlari, qop-qora ko'zlari, iqtib qo'ygandek to'xtagan buruni, qip-qizil nepiz lavla bilan niqoblangan o'ymoqdek og'zi, oppoq yuzlik tabassumlarni ko'rish bilan yuragimga bir o't tutashgandek bo'lib, og'zimni echib turibla qoldim. Qashqardan qizning chiroyidagi tabassumning o'rniga almashgan savolimga texi javob bermadingiz bu degandek ajablanish alomatlaridan o'zimni tepib javob qaytardim. Ha, Qashqar bak cho'ng shahar. Men kichigimdan bir qitim borgan Qashqarga, lekin aniq esimda qolmabdi. Alloh xolisi o'qishimni bitirib olsam, yana bir qitim berib kelish arzuyim bor. Hamma kishi Urumchiga kelishga qiziq bo'lsa, siz Qashqarga nima ish qilib bormoqchi bo'lib qoldingiz? Urug' tuqqanlar bormi Qashqarda? Qizning Qashqarga borg'um bor deb havaslanib aytgan so'zlarini anglab, ichimdagi hayronlikni yo'shiraman. Hamma kishi Urumchini aqlim rayonimizning markazi deb qaraydi. Shunga Urumchida yashashga intiladi. Biroq Qashqar Uyg'urlarning buyushki, Uyg'urlar madaniyat taratgan, Uyg'urlarning shonliq tarixiga guvohchi bo'ladigan qadimiy shahar. Biz Uyg'urlarda Urumchini bakcho'ng biladigan xohish bor, lekin xalqarada Urumchiga qaraganda Qashqarni biladiganlar nihoyat ko'p. Har yili nurg'ulg'an sayohatchilarimiz mamlakatimiz ichi va sirtidan Qashqarni sayohat qilish uchun kelishidi. Biroq Uyg'urlar o'zining madaniyat buyushki bo'lgan bu shaharning qadr-qimmatini texij bilanmagandek ishkirga, chet ellarga sayohatga chiqishidi. Mening ota-bobolarimizning obridi qilgan shu muqaddas shaharni har yili bir qitim tavob qilib, Uyg'ur tarixining shohidi bo'lgan muqaddas joylarning to'pisini ko'zimga surtib kelgim bor. Qizning kichikgina turib aytayotgan bu so'zlari qalbimda uning bo'lgan mabdullik ustiga bir xil hurmat tuyg'usini qo'shyotdi. Demisimi uning aytganlari haqiqatan bir haq edi. Yurtimiz Qashqardagi Heytga, Oppoq Xo'ja maziri, Hazrati Mulla maziri, To'qqiz saroy, Yusuf Xos Hojib maqbarasi,
Arslanxon maqbarasi, sirliq tilsimatlarga to'yingan. Hozirgacha tirik yashayotgan Qashqa qadimiy shahri qatorliq joylarga nurg'unlagan sayohatchilarning kirib chiqayotganligini ko'rib turman. Lekin men o'zim Qashqarlik bo'lsam-mu, ehtiyoj tufaylidan bo'lmasa, atayim bir kun vaqtimni chiqarib, bu o'rinlarga berib, haqiqiy Qashqar bilan hissiyot o'rtoqligiga erishib boqmoqdaman. Siz boshqa o'rimchilik qizlarga faqat o'xshamaydi ekansiz. Sizning so'zlaringizni anglagandan keyin yurtim Qashqarni boshqadan to'nigandek bo'lyapman juma. Savoqdoshlarim, do'stlarim shunday deyishdi. Peki ba'zilari meni Mehroy qaloq deb qo'yishdi. Lekin ularning nima deyish bilan karimi yo'q. Inson degan yangilikni qabul qilish kerak. Ammo aslida unutib qolmasligi texmi muhim. Siz qaysi maktabda o'qiysiz? Dedim men qizning so'zlariga texmi qoyil bo'lgandek beshimni lang'ishtib qo'yib. Ismingiz Mehroy ekanda? Xinjiang universitetida o'qiyman. Undaqda davan tarafga nima ish bilan chiqmoqchi edingiz? Azroq bejaradigan ishim bor edi. Xohlasangiz telefon nomeringizni kirgizib, ishingiz tukkanda men sizni olg'il chiqay. Shunda qilib qiz bilan bir-birimizning telefon nomerini kirgizib oldik. Keyingi kunlarda qizning o'zgacha mijoz xarakteri meni o'zga maftun qilib, yuragimga tutashgan o't, volqon kabi yolqin jashqa boshladi. Mehroyga orilish to'g'riliq yuz turan eg'iz ocholmay, xeyli uzoq vaqtni o'tkazib o'tdim. Oxir uchur yezish shakli orqali ko'ngil kuygimni izhor qilib, yana azroq ta'xir qiling, o'ylanib boqay degan javobga erishib, sen kim eding, Anvar? Ota-onang urug' tuqqaning yo'q, bir qori yetimgisan. Olanga boqmay, shu qizga ko'ngil izhor qilib yurganingga qara. Uning seni tillamay, shunda deb siyliq rad qilganga xo'sh bo'lsang bo'ladi. Deb bu niyatimdan yaltaymoqchi bo'ldim. Üçüncü qism. Shu kunlarda yetimning og'zi oshqa tegsa, burni qanapti degandek, xeyli eg'ir bir qatnash hodis bilan eg'ir yorilinib, bolnisda yetib qoldim. Anvar, meni bahli qo'rqitib etdingiz. Sizdan ayrilib qolamanmi deb bahli qo'rqdim. Endi meni bunda qo'rqitmang bo'lamdi. Hoşumga kelib, birinchi bo'lib anglag'anim Mehroyning mush so'zlari bo'ldi. Ma'qul bo'ldingizmi, Mehroy? Mehroyning bu so'zlaridan menga bo'lgan muhabbatini his qilgandek shunday so'radim. Ha. Nima? Ha. Men anglamadim. Yana bir qitim. Ishlama, bu qilin. Shu qitim Mehroy yolg'izligimni chandurmay, toki men o'rnimdan turganga qadar olimdan yaxshi xabar oldi. Biroq bizning muhabbatimizdagi tunji to'salg'u ham ko'ngilsizlik dal shu bolnis ishidan boshlandi. Mehroyning har kun maktabdan kechib kelayotganligini sezgan onasi bir ish bo'lishidan ansirab, Mehroyning keyniga tushib, doktorxonaga kelib, meni ko'rib olgandan keyin Mehroyni ko'z oldimda qattiq so'roqqa tortdi. Xijillikdan o'zimni qo'ydigan yer topolmay qolgan shu damlarda Mehroyning: "Ana, men bu yigitni yaxshi ko'raman. Uning mendan boshqa hech nimasi yo'q, ana. Kerak bo'lsa, uningga bir umr hamroh bo'lib, oldin xabar olishga rozi." degan so'zlarni anglab, ko'zlarimdan hayajon yoshlari quyilib tushdi. Keyin Mehroy ishkimiz ming bir jafo mushaqqatlarni boshdan o'tkazib, oxiri murodimizga yetdi. Biroq bugun kishini zor qanday tushunsam? Acaba Mehroyning men uchun qilganlarini saxta deb tushunishim kerakmi? Ya. Men yuzbaga ishlarni saxta deyolmayman. Shu ko'zlarning, shu lavlarning meni aldaydiganligiga hargiz ishonmayman. Anvar aka, sizga nima ish bo'ldi? Bu choq bo'lganda bu yerda nima ish qilasiz? Oliya ismli tozliqchi qizning ovozidan chuchib xiyoldan uyg'onib, atrofimga qarab, o'zimning cho'rgilab yurib, yana Mehroyning idorasining oldiga kelib, qolganligimni bilib, qizga nima deb tushuntirishni bilolmay, hang'ib turib qoldi.
Mehray acam ishdan tushib ketgili xeyli vaqt bo'ldi. Dedi qiz mening javob bermaganligimni ko'rib. Ko'zlarimdan bir ishni sezgandek bo'lib. Sizga biror ish bo'lmagandi-a? Yo'q. Yo'q, xabarim bor. Bir ish bilan ketayotgan mush yerda o'tishga to'g'ri kelib qoldi. Haqqi qandaqmi xotinim ashinisi bilan ketib qolgan. Shunga ig'ir kelib, putim talgan, beshim qayga yerlarda aylanib yuraman degili bo'lsin. Qizga shundoq deb javob bergandan keyin men ishqi tamshaldim. Aka, sizning baxtli chiroyingiz issiq. Sizni xuddi o'z akamdekli ko'raman. Mehray acam to'g'riliq sizga deydigan ba'zi bir gaplarim bor edi. Xaliyaroq bir o'rinni tepib paranglashsak bo'pti ekan. Bo'ldi. Qandaq gap edi? Qizning Mehray to'g'riliq degan gaplarni anglab, uning gaplarining bugungi ish bilan bog'lanishlik bo'lganligiga qiziqib, darhol ma'qul bo'lib javobini berdim. Yaqin atrofdagi bir g'aribcha tomoqxonani bilma. Shu yerga boraylamsa. Aslida sizga demay degan edim, biroq sizga sal ichim og'rib qoldi, chunki hamma ishdan bexabar yuraversangiz bo'lmaydi-da. Deb gap boshladi Oliya. Biz deyishgan tomoqxonaga kirib, o'rinlashib olgandan keyin uning ig'iz ichishini kutib, taqdim taq bo'lib ketayotganligini sezgandek, temini naq gapga udullablar. Shundaqdimi qandaq ig'iz ichishni faqatla bilmayapman. Sizning meni ich tarqizgan deb o'ylab qolishingizdan texmi andish qilyapman Anvar aka. Qandaq gap bo'lsa, xijil bo'lmay davring. Dedim men yanfunni qo'limga elib, Mehrayning orqa-orqadan yo'llayotgan uchurlarga qarab, ko'nglim elishganda qiyofatda uchurlarni o'qimay turibla yanchiqimga selib etgandan keyin sizni to'g'ri tushunaman. O'zingiz dedingiz-ku, sizni o'z akamdek ko'raman-da. Men sizning bu gaplarni menga yaxshi bo'lishini ko'zlab aytmoqchi bo'lganligingizni bildim. Endi andish qilmay davring ha. Gapni qayoqdan boshlashni bilmadim. Amsi daviray-ya. Davring. Ondaqda gapning bir oy ilgirki ishlardan boshlay. Oliya mening chiroyimda paydo bo'lgan tabassumni ko'rgandan keyin xotirjam holda so'z boshladi. Shu kuni men idoraning orqasiga o'yliga axlatlarni bir taraf qilish uchun chiqqan edim. Mehray odamning bir notonish er kishi bilan paranglashib turganligini ko'rib, o'zimni his qilmagan holda qarab turib qoptiman. Ularning so'zlarini aniq anglamagan bo'lsam, Mehray acamning u erga qarab yo'lvurish talaffuzi bilan so'zlayotganligini ko'rib, ko'nglimda bir xil gumon paydo bo'lishga boshladi. Lekin Mehray acam Anvar akamni shundoq yaxshi ko'rdigan tursa, bu ishlarni qilishi mumkinmi deb o'ylab, o'zimning gumonxo'rligimdan og'irindim. Biroq shuningdan keyin Mehray acam bilan yiliqa erni pat-pat idoraning shu yerda ko'rib qoladigan bo'ldim. Bir necha qatam Mehray acam u erga yilingandek yig'lab turib, bir muncha gaplarni qildi. Shuningdan biri u erni idora ichida ko'rmadim. Lekin har kuni ishdan qaytadigan vaqtda bir qora mashina kelib, Mehray acamni elib ketadigan bo'ldi. Bu ahvollarni ko'rib, gumon qilmay desammi amalim bo'lmadi. Aslida qaysi kuni idoramizga kelgan vaqtingizda sizga deb qo'yay deb o'ylagan edim. Biroq sizning Mehray acam to'g'riliq ishonch bilan aytgan so'zlaringizni anglab, aramingizni buzatgim kelmadi. Bugun sizni idoramizning oldida benormal qiyofatni ko'rib, sizdagi bu benormalliklarning qandaqdir musha ahvollar bilan bog'lanishlik bo'lib qolishidan andish qilib, sizga bu gaplarni vaqtida yetkazib qo'yishni loyiq topdim. Qarshi kishining ishongisi kelmaydi, lekin bu ahvollarning hammasi men o'z ko'zim bilan ko'rgan haqiqatlar. Men o'ylagandek biror ish bo'lmasa texi yaxshi, lekin yana sizning xabar topganligingiz yaxshiroq deb o'yladim. Qizning gaplarini anglab, g'azabdan g'al-g'al titrab ketdim. Lekin uningga sizning o'ylaganingiz to'g'ri singlim. Mening ayolim yaqindan buyon o'zgarib qoldi. Menmi uning sirti bir gumonli ishi bormikin deb gumon qilgan edim. Qaraganda ikkimizning gumonlari bog'lanish o'xshaydi. Bugun ayolimning bir erning mashinasiga o'ltirib ketganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim desam, bu gaplar aytila tonish bilishlar orasidagi qiziq temaga aylanib ketishi. Boshqalar Mehrayni yo'ldan chiqqan ayolda, ko'tilda, oqidan gap tarqitib qolmay, yana mening tonish bilishlarning og'zida ayolni boshqara olmaydigan, xotinning hojatidan chiqolmay, sirtqa qarishiga sababchi bo'lgan yumshoq bosh, yaramas bir erga aylanib qolganligim intayin ro'shan edi. Singlim, sizga nima desam bo'lar?
birdam jimjit o'ltirib o'tgandan keyin ig'iz ichib gap boshladim. Bu ishlardan meningmi xabarim bor? Siz ko'rgan u Mehrayga aloqador yaqin bir tuqquni bo'ladi. Yaqinda Mehrayning oilasida bir qiyin ahvol yuz bergan edi. U erga Mehrayning to'salg'ularni yengib ketish uchun yordam qilishni men o'tingan edim. Sizning mang ko'ngil bilganligingizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Lekin men rost akangizdek ko'radigan bo'lsangiz, bu gaplarni qayta hech kimga aytmaslikqa va'da bering bo'lamdi. Ha, asli ish mundaq ekanda, qaraganda men sal ortiqcha o'ylab ketgan o'xshayman. Meni kechiring ha, Anvar aka. Xotirjam bo'ling. Bu gaplar endi hech kimning quloqiga anglanmaydi. Men kapolat beray. Dedi qiz mening chiroyimdan bir narsalarni bilib olgandek qizirib turib. Ha, yaxshi qiz, yaraysiz. Dedim men ko'nglim tingandek, ig'ir bir tinvatgandan keyin. Aras, yaqindan bu ham Mehraydan sal anish qilgan bo'lib qoldim. Xolsangiz telefon nomerangizni kirgizilib, Mehrayning kayfiyatini sizdan so'rab tursam qanday deysiz? Chatoq yo'q aka. Qiz shundoq deb bo'lib, yanfonimga o'z qo'li bilan nomerni kirgizib berdi. Tomoqdan keyin qiz bilan xo'shlashib, uy taraf qarab mang'aj, yanfonimni qo'limga elib, Mehrayning bay yo'llagan uchurlarini ko'rishga boshladim. Qadrlikim, texich qaytib kelmabsiz-ku. Bugun sizga tarda qilib lag'man suzib qo'ydim. Boldiraraq keling ha. Bu Mehrayning menga yo'llagan birinchi uchur edi. Qadrlikimish. O gaplaringni berib, ashnangga debba. Birinchi uchurni ko'rib, shundoq deb g'o'dirab qo'ygandan keyin ikkinchi uchurni ochdim. Hay aski, nimani qaytib kelmaysiz? Uchurni qaytarmaysiz-ku texi. Men hozirla uchur qaytaring. Bu sizni jinim demayman-jimi? Jinim demasang demagina. Sendek buzuqning jinim demaginiga men bir nim bo'lib ketamdim. Berib, elqi boy oshnangni jinim deb ol. Ikkinchi uchurni ko'rib bo'lgandan keyin uchinchi uchurni ko'rishga oldirdim. Xap Anvar, endi sizga hargiz qaramayman, sizni kechirmayman. Soat 10 bo'lay davosimi qaytib kelmaysiz-ku. O'yningizni o'ynayvering, lekin endi meni kechiramikin deb umid kutmang. Voy badallarim, ajab tikallashib ketdi-ya. Sening kechirishingga muhtojmiman? Xotirjam bo'l. Seni endi hargiz kechirmayman. Tug'ilguningga to'yg'izmaydigan bo'lsam, Anvar bo'lmay ketay. Uchinchi uchurni o'qib bo'lgandan keyin shundoq deb o'zimni tutolmay o'ngrab yig'lab ketdim. Mehray, bundoq qilg'ichi mening yuragimga pichoq tiqaversang bo'lmadimi? Mening nimam bor bu dunyoda? Dadam tek tashlab ketsa, onamman qarab qo'ymasa, endi sen mang yuzsizlik qilsang, endi mening bu dunyoda yashashimning nima ahamiyati bor? O'lsamla bo'lmadimi? Odamsiz dal daraxtlar orasidan g'uvo yo'riq chiqarib turgan chiroqliq yo'lda mang'ash o'z-o'zimga so'zlaydim. Xiyollarimda burun manga o'xshash qismatga yo'liqqanlarning echinishlik taqdirlari to'g'risida anglagan ko'rganlarim bir-birlab kechib o'tmoqda. Eng avval ko'z oldimga kelgani ayoli zaharlagan heliqi erning qismati. Allohim, sana shukrlar. Elim yaxshi bu badniyat ayol meni o erga o'xshash holga tushirib qo'yguncha, men uning abdi bashirsini oshkorlab bo'psan. Shu gaplarni deb bo'lgandan keyin bir gazitdan ko'rgan ayoli sirtda oshni o'yindi degan vijdonni poklayman deb ayolni o'ltirib turmaga tushgan bir erning taqdiri. Ya, Mehray, men senga o'xshamayman. Sen qilganni men hargiz qilolmayman. Chunki men onamga mangu ayol zoti qo'l ko'tarmayman deb qasam qilganman. Uning ustiga mening senga bo'lgan muhabbatim oq. Seninkidek qora emas. Mening muhabbatim seni qo'g'daydi. Senga ziyon yetishni xohlamaydi. Shundoq deb bo'lgandan keyin Mehray ikkimizning taqdirini zot qanday o'rinlashtirish to'g'riliq o'ylanishga boshladim. Uning bilan ajrashib ketaymi? Ya. Bundoq asonla ajrashib ketsam, uni murodiga yetkazgan bo'lmamdimi? Men alam tortib o'xsinib qolaman. U bo'lsa murodiga yetgandan dil yayrab ketadi. Zodi qanday qilsam bo'lar? Chiroyli gap qilib hamma ahvolni ochiq deb, uni bu yo'ldan qaytarib kelaymi ya? Ya. Uni har qancha yaxshi ko'rsammi, erkak g'ururim bundoq ayol bilan birga yashashimga yo'l qo'ymaydi.
Bundaq ishni qilsam, uning bilan har qitim bir yakkasam, bir qitim o'lishim mumkin. Bundaq azob ayrilishdim azobli bo'ldi. Xiyollarimning hech oxir chiqmaydigandek qilyotdi. Undaq qilsammi bo'lmasa, bundaq qilsammi bo'lmasa, zodi qanday qilsam bo'ladi? Tuyuqsizlik kallamga bir aql kelib, ko'nglim vallan yorib ketdi. To'g'ri, shunday qilay. Undaq qazonga mundaq chimish degandek, sen oshni o'ynasang, men o'ynayman deganman. Sen yoshini o'ynagan bo'lsang, men ko'zingga ko'z tutib o'ynayman. Qarab tur. Tug'ilguningga to'yg'izib etmaygan bo'lsam, biroq bundaq ishni qilsam, sendan nima farqim qolar Mehray? Shu o'y bilan bu xiyolimdan yaltaymoqchi bo'ldim. Lekin qalbimdagi ezilish tuyg'usi Mehrayni hech bo'sh qo'yib etmaydigandek qiladi. To'g'ri, men ko'z tutib o'ynay. Lekin rost emas, yolg'ondan. Mehrayni azoblash uchun shunday qilay. Biroq buningga ko'ndigan qizni nima topaman? Amdilikda ayolimni tepish g'imiga yana bir yolg'on oshni tepish g'imi qo'shilib, beshimni teximi qaturmoqda edi. Bo'ldilar. Buguncha uyga qaytmay, bir og'inamning uyiga berib yetib turay. Mehray deganning ayt qandoq bo'lib ketganligiga qarab bir chiqmaymanmi? Shu xiyollar bilan hatto avval ko'ngilni og'ritgan yiliqi boytoq og'inamning ko'nglini ilib olg'ach, bugun oqshomni shuning uyida o'tkazish maqsadida mashinadan birini to'sib, uning uyiga qarab yurib ketdim. Mashinaga chiqib turishimga telefonimning tuyuqsiz sayrag'anini anglab, bilaman, bu cho'qim Mehrayning uchuri. Telefonimni etib qani qanday qildikin deb ichimni ko'tildig'ach, telefonni qo'limga elib, tex boyli kirgizib olgan Oliyaning nomeridan kelgan uchurni ko'rib, qiziqish ichida uchurni ichib o'qishga boshladim. Anvar aka, uyga qaytib bo'ldingizmi? Mehray acham uyga kelib bo'ptimi ya? Bayan sizga demagan bilan ko'zlaringizdan ko'nglingizga g'amni tushandim. Xotirjam bo'ling. Ertadan boshlab Mehray achamga yaxshi ko'z quloq bo'lib, uning hamma ishidan sizni xabardor qilib turman. Sizga bergan va'dam mangu kuchga ega. Bu sirni mangu ichimda saqlayman. Xayrli kech, ko'nglingizni hargiz yerim qilmang. Siz dahli kelishgan ham mijozingizmi o'tdan. Atrofingizga qarasangizlar, Mehray achamdan boshqa yana nurg'un qizlarning sizga talmirayotganligini bayqay olaysiz. To'va. Ma qiz nimdiga aqlliqa. Biroq uning oxirgi gaplarini qandoq ma'noda aytilganda? Ajiba. Qizning uchurini ko'rgandan keyin ham suyunish, ham bir xil hayronlik qalbimni qamal qilishga boshladi. To'g'ri. Oliya, u cho'qim menga yordamlashib rol elishga ma'qul bo'ldi. Agar u rol oldiganli bo'lsa, Mehrayni har kuni ko'z oldida qiynab tura olayman. Anvar, sen nim degan aqlliqa? Tuyuqsizlik kallamga kelgan bu aqldan suyunib ketdim-da. Oliya qizga jiddiylik bilan: "Meni tushunganingizga rahmat, Oliya. Sizga deydigan ba'zi bir gaplarim bor edi. Ati vaqtingiz bo'lsa ko'rishsak bo'lamdi." deb uchur yo'llab etgandan keyin Oliyaning uchur qaytirishini kutdim. Oliya shu amalla: "Bo'ldi aka, amsa at qanaqa vaqtda qayerda ko'rishimiz?" deb uchur qaytirdi. Men rahmat singlim, ko'rishilgan o'rin bilan vaqtni siz belgilang deb uchur qaytirdim. Oliya: "Idoraga yaqin atrofda ko'rishsak, Mehray achamning diqqatini tortib qo'yishimiz mumkin. Shunga sal yeri qaraq yerda ko'rishsak bo'larmiki? Men ko'p yerlarni bilib ketmayman. Siz bekitsangiz qanday?" deb uchur qaytirdi. Men hech qisi yo'q, siz davring. Mehrayda ansirishingizning hojitim yo'q deb uchur qaytirgandan keyin Oliya: "Undaq bo'lsa bugungi tomoxonada dal soat 12 da ko'rishaylik, bo'lamdi?" deb uchur qaytirdi. Men "Okey" degan xatni yo'llash orqali ma'qulligimni bildirgandan keyin og'inamga bugungi qo'nib qilishimni qanday tushundirish to'g'riliq bosh qotirishga boshladim. Rostini desam, u cho'qim men sana nima degandim? Qaysi kuni bek shilting etib ketyotgandim? Qanday? Men bir narsani bilib demdikanman ya. Gapingiz endi qilag'ini deb ko'ranglab haddida eshib ketish aniq. Mehray bilan urushib qolgan
Şun seninki qo'ng'il keldin, deydi sen. Xotiningga gapingni o'tkazamay yomonlab keldingmi? deb zanglik qilishi ham yipida yangi sig'ich ko'chilab so'rab turilishi. Bo'ldilar. Bu egilmaydigan qattiq bo'ynimni bir qatim töven tutib, qaysi kuni ish uchun kechirim so'rg'il keldim deb turay. Shunda desam men osonlik qutuldi ekanman. U mu xo'sh bo'p nima qilarini bilmay ketgudek. Adishoy, mush yerda tushunasizlar ya. Paratning xushliqida oldimda paypitek bo'lib ketayotgan holatini ko'z oldimga keltirib, yejib o'ltirganimda shofirning tuyuqsiz chaqirishidan cho'chib, o'zimning mashinada o'ltirayotganligimni esimga elib, o'zimni o'ngishib olgandan keyin, yoqdek oldimizdagi do'qmishdan o'ngdagi ko'chaga yana ozroq mangimiz deb javob berdim. Voyjon, Farhod, men xeli uzoq ishni urgandan keyin ishni ichib, meni ko'ribla qo'rqib ketgandek keyniga dajidi. Adash, bu men Allohda emas. Qo'rqma, berib Farhodni yo'lidim. Senlikingni bilaman, cho'chiyapman. Jindan qo'rqadigan Farhod emasman, dedi Farhod o'zini mardona ko'zdi. Xotning qo'g'lab chiqarga o'xshamamda dachi. Bu kechida bo'lmas bu yerga keldigan Anvar emassan. Va adash, nima deydigansan? Qaysi kun yiqi ag'inamdan ko'nglimni ranjitib qo'ydim deb pushaymon qilib birga atayin xotinning unlig'ini qo'ymay shu ag'inamdan kechirim so'rab ko'nglimni elib olg'ach bir oqshom muntishib kelay deb kelsam, meni shunda qarshilamsa, qarag'anda kessam bo'ldiga o'xshaydi. Shundoq deb orqamga o'rlishimga Farhod qo'limga esildi. Voy adash, ko'nglingni tushunmabdiman, nega bormoqchiding? Mush kechida uyga kira, chaqchiqimiz bog'onchilik, ko'tirsan qanday? deb qo'limdan tortib yurib, bir eg'izliq vojirsiq tortib ekirdi. Farhod men o'ylagandekla paypitek bo'lib, meni xil obdalla kutib qo'ydi. Atsa degan Farhod bilan birga nashta qilib o'tgandan keyin Mehraydagi o'zgarishlarni ko'rishga aldirab uyga qarab mangdim. Uyga qaytib kelgandan keyin o'zimning ochquchim bilan asta eshikni ochib, Mehrayning ishqi mangmaganligini bilib beqish uchun mehmonxona, oshxona uylarni bir quruq ko'zitib o'tgandan keyin asta mengib yotoq uyining oldiga kelib, g'ova ochiq turgan eshikdan Mehrayning nishildab yig'lab yotgan holatini ko'rib, dillarim yayrab ketdi. Xo'p bo'ldi. Sen kechikib kelsang, men kechikib kelammaymanmi? Endi bilgansan, eringning qo'ldan qanchalik ish keldiganligini. O'zimga shundoq deb qo'ygandan keyin Mehrayning yig'layotgan holatiga yana bir qitim qarab o'tib, tunigun bir kun tashlab qo'ygan ishlarimni qilish uchun do'kkanimga qarab mangdim. Tushkicha xiyolga petib o'ltirib, qo'lim tuzigirak ishqim bormidi. Nemishqikin og'zimda xo'shal bo'lgandek qilgan bilan Mehrayning yig'layotgan qiyofatlari ko'z oldimga kelib, ko'nglimning bir yerlari bakla yerim. Mehray, nemishqim bunda qildigansan deb o'hsinib qo'yatdim. Ko'zlarim ko'rganga xiyollarim ishonmay, menga Mehray seni yaxshi ko'rmasa, nima uchun sen uchun ko'z yish qiladi? Sen bilan kori bo'lmasa, uyga kirmaganingdan xo'shal bo'ladi-ku. Nemishq ko'ngli yerim bo'lib yig'laydi. Men sen ashurvatdimmi qanda? Nemil degan bilan ko'rganlarimni avval uningga deb, uning tushuntirishini anglab, pozitsiyasi qarab bir ish qilsam bo'ladi-ku. Burun Mehrayga ko'zingizdan bir tomchi yosh oqqizmayman deb va'da bergandim. Manamdilikda uning yig'layotganligini ko'rib, tasalli berishkim yaramasdan men zot nim bo'lgandiman. Qadirmash xiyollar bilan kunni tush qilgandan keyin Aliya bilan deyishga o'ringa kelib, uning kelishini saqladim. Bo'ldilar. Aliyaga yiliq gapni demay turay. Avval Mehray bilan chiroyli o'ltirib paranglashib baqay. Gumon imonni qochiribdi degan gap bor. Mehrayning tushuntirishlari yetarsiz bo'lgan chaqda, ondan Aliyani izlasam kechikmayman. Shu xiyollar bilan Aliyaga deydigan so'zlarimning temasini Mehrayni oqlashga o'zgartib o'ltasam, Aliya qizg'in salomlar hamda ozroq kechikib qolganlik sababli so'ralgan o'zlarilar bilan yanimga kelib o'ltirdi. Anvar aka, sizga yetkazgan bir muhim xabarim bor. Men ig'iz ochay deb bo'g'icha Aliya xabar degan bu so'zi qiziqishimni qo'zg'abdi. Ha, qanday xabar u?
tezroq deng deb Aliyaning og'ziga telmirdi. Bugun Mihray acam xizmatga sal kechikib keldi. Buningda xabarim bor. To'xtab turmamsiz, gapimning oxirida tugimidi. Aliya kepiga qo'shiq solganimdan norozi bo'lgandek, men qarab erkilash aralash olib qo'ygandan keyin so'zini davomlashdi. Men ishkanlarni urushib qolgan chig'i deb o'ylab, Mihray acamning kayfiyatini ko'zda o'tib, Mihray acamning birisi bilan telefonda ko'rishib, Anvar sizib qolgan o'xshaydi. Tunugundan beri uning menga qilgan muomalasi boshqacha o'zgarib ketdi. Texi oqshom kechacha uyga kirmadi. Bundaq ketaversa, bizning oilamiz hamon buzish girdoviga berib qolgudek. Shunga eng yaxshisi uning haqiqiy ahvolini aytayli. Sizmi, menmi, Anvarmi bu azoblardan tanlab qutlayli deganligini anglab qoldim. Qarshi taraf qo'shilmadi bo'lg'ay, Mihray acam telefonni qo'yib yotgandan keyin yig'lab ketdi. Qaraganda ikkimizning komandirimiz rost o'xshaydi ha aka. Xato anglab qolmagansiz? Mihrayni cho'qim shundoq deb ayta olamsiz. Aliyaning so'zlarini anglagandan keyin umid gaplarim uzilgandek bo'lib, bu gaplarning rost yolg'onligini oxir qitim jazmlashtirmoqchi bo'lgandek Aliyaga telmirdim. Shu topda uning aka chaqchaq qilib qo'ydim. Undaq emas deyishini naqadar arzu qilganligimni o'zimni tasavvur qilolmaydim. Biroq Aliya, aka menga ishonmayotgansiz? Sizni aldisam menga nima foydasi tegadi? deb mendan yomonlab turib aytgan so'zlarini anglagandan keyin Mihrayning pokligiga bo'lgan oxirgi ishonchimni yo'qolgandek bo'lib, ichimdan urg'ib chiqayotgan g'ururimning izilishidan hosil bo'layotgan azob iqimning besim bilan oqshomgi planni amalga oshirishni xiyollarim orqali ma'qullagandan keyin Aliyaga qarab eg'iz ochdim. Aliya, sizning bu ishlarni sir saqlay olganligingizni ishonaman. Bilamsiz, mening Mihrayga bo'lgan muhabbatim bakla cho'nqir edi. Shunga uning men qilgan osiyligidan paydo bo'lgan o'chmanliklarga uningdan qilishmag'dek darajada kuchli. Shunga uningdan bundoq oson ajrashiblar murodiga yetkazgim kelmaydi. Men onundan o'ch ilish to'g'riliq bir plan tuzab qo'ygan. Siz xohlasangiz bu planimni amalga oshirishga bosh personajning rolini olib bergan bo'lsangiz, sizdan bakli minnatdor bo'lgan bo'lardim. Ham ajringizga tushliq haq bilan rozi qilardim. Aliyaning o'ch ilish degan so'zlarimni boshqa tushunib bilishidan hosil bo'lgan chiroyli o'zgarishlarga qarab so'zimni tugatib qo'ygandan keyin sukutni buzib, yana ig'iz ochdim. Buni desam, men Mihrayga biroz zaxm yetkazgan o'xshaydi deb o'ylab qolmam. Men uningga jismoniy jihatdan hargiz ziyon yetkazmayman. Ham ziyon yetishni faqat xohlamayman. Uni xuddi men o'xshashlar g'ururning dafsanda qilishidan paydo bo'lgan azobning ta'min tetib boqsiga deb o'ylayman xolos. Ha, qanday rol u? Qo'limdan kelsa cho'qim yordamimni ayamayman. Davering aka. Oxirgi so'zlarimni anglagandan keyin Aliyaning chiroyidagi andishining o'rnini muloyim kulkilar egallab, so'zlarimga ma'qullik bildirdi. Sizga qandoq ig'iz ichib, qandoq tushuntirishni bilmayapman. Biroq men rostilla sizning yordamingizga muhtoj. Shu so'zlarimni astoydil anglab, o'ylanib beqishingizni umid qildim. Mening planim bunda. Ikkimiz Mihrayga bildirib turib, uning ko'z oldida aralashganda qiyofatlarni shakllantirish orqali uning besim shakllantiramiz. Men o'ylayman, u har qancha meni yaxshi ko'rmasmi, bir ayol bo'lish sifati bilan mening ko'z oldida sizdek chiroyli ham yosh bir qiz bilan oralashib yurganimni ko'rsa, azoblanib qildigan qiliq topolmay qoladi. Bu mening uningda o'chilish planim. Sizning xizmatingiz uning bilan bir o'rinda. Uning ustiga men sizdan muvofiqroq bir asni faqatla topolmadim. Shunga sizni yaqin ko'rib, mush gaplarni da'vataman. Xotirjam bo'lingizlar. Biz faqat otig'ig'la aralashimiz. Amaliyotda orliq saqlaymiz. Men ishini. Menmi sizni xuddi o'z singlimdek ko'raman. Sizga nisbatan ko'nglimda hech qanday yomon niyat yo'q. Rol haqqi kelsak, sizning talab qilganingizchilik berishga va'da qilaman. So'zlarimni tugatgandan keyin Aliyaning men qanday pozitsiya bildirilganligidan ansirab, yuragim dupildab, qo'rqoqning ustiga o'ltirib olgandek bearam bo'lishga boshladi. Shu topda xiyolimda Aliyaning men ma'qul deyishidan ko'ra, men nima ko'rib qoldim bu ablah,
undaq meynat bulunni chekanga taq. Sana yordam qilaman deb, haqning og'zida sendek bir nimaga oshna bo'lib yuramdimamdi. deb oldidagi istakandek ichimlikni yuzimga chechib o'tadiganligi ehtimolga bakrak yaqindek to'yilib ketadi.